Hurmatli fraksiyadoshlar, bugungi yig'ilishimiz ishchi yig'ilishi bo'ladi. Ikkita masala ko'rib chiqamiz. Hududlardagi faoliyatimizni muhokama qilamiz. Bugungi kunda Surxondaryoda juda katta o'zgarishlar bo'lyapti. Yo'l qurilishi bilan umuman aholiga yashash uchun sharoit yaratish, daromad manbaini oshirilishi, tadbirkorlikning ko'payishi bilan 150 dan ortiq madaniy meros obyektlar borda. Bular orqali turizmni rivojlantirsa bo'ladi. Dunyoda eng ko'p sayohat qiladigan xalqlardan biri yaponlar bo'lsa, yaponlar uchun Surxondaryo juda qiziq maskan hisoblanadi. Bu galgi o'rganishda o'tgan demak yanvar oyida bo'lgan tashriflardan ko'ra bu gal demak hal etilgan masalalar demak salmoqli bo'ldi. Shunaqa muammolar bor, masalan, deputatlar men gapimni tasdiqlashi mumkin. Tizimli muammolar bor. Farg'ona shahrida 62 ta bola zaharlanib, yuqumli shifoxonaga tushdi. Bolani taqdiri haqida qiziqib biz o'sha shifoxonaga bordik. Aynan bolalarni sog'lig'i bilan bog'liq bo'lgan ishlarda siz nazoratni albatta o'rnatishimiz kerak bo'lyapti. Sayropani aytgan gapi muhokamaga chiqdi. Shundan keyin qandaydir eshitildi. Bu institut, to'g'ri institut. Darslik masalasi, oziq-ovqat masalasi. Bizning dasturimizda bor oziq-ovqat xavfsizligi. Eng katta xavfsizlik bu bolalarga qilingan o'sha oziq-ovqat masalasi. G'oya nima? 5 yilga mo'ljallangan dasturimiz bor. O'sha dasturda amalga oshirish uchun nima qilishimiz kerak degan masala qo'yilyapti, lekin shakl to'g'risida gaplashyapmiz. Katta dasturlarni qilib, hozir o'zimizga bagajimizga narsa olmasak, ertaga kech bo'ladi. Katta dasturlarni bizlar hukumatga taklifini kiritishimiz kerak. Dastur qabul qilsin. Bitta deputatning hududga chiqishi o'sha hududdagi partiyamizning faoliyatiga tenglashtirilishi kerak. Mahalliy kengash deputati fraksiya a'zosi borgan paytida birinchidan imkoniyat sifatida foydalanib qolish kerak. Mahalliy kengash deputatlarining qo'li uzun emas, bilamiz, imkoniyatlari cheklangan. Majoritar saylov tizimini yaxshi tomoni shunda. Jamoaviy ishlash imkoniyatlarimiz bor, partiya manfaatlari bor.